Tangan film tilla vazvasasi voqeasidan boshlanadi. Qimmatbaho metall zarralarini topgan Atami so'kinish bilan o'z xursandchiligini ifodalaydi. Otining kuzatuvi ostida konchilarning eski qo'shig'ini eslagan qariya yer kavlashni boshlaydi. Bu ishdan uni hatto boshi uzra uchib o'tayotgan dushman uchoqlari ham chalg'ita olmaydi. Uchoqlarga teginmagan izlovchi ertasi kuni tongda yana kavlashga tushadi. Kunlar shu yo'sinda o'ta boshladi. Qariya yillar va iste'dodini bergan chuqur esa bo'm-bo'shligicha turardi toki kunlardan birida ayni izlagani oltin koniga duch kelmaguncha. Ko'zlarga ishonmagan Atami dars yiqilib, endi bu boylikni qanday ishlatish haqida o'ylashni boshlaydi. Yetarlicha tilla olgan qariya otiga minib, o'ljasini pullash uchun shaharga yo'l oladi. Yo'l yarimida shaharni ishg'ol qilib kelayotgan nemis askarlarga duch keladi. Ular yonlaridan jimgina o'tib ketayotgan Atamiga hayrat ko'zi bilan qarashadi. Yuk mashinasi yukxonasida esa bosh millatchi o'rinbosari Wolf asirga olingan ayollarni zo'rlash bilan band edi. Biroq soqolli kovboy haqidagi shovqin uni tashqariga chiqishga majbur qiladi. U yerda esa ko'z ko'rib o'rgangan pidjakda otryad komandiri bo'lmish gubernatsist Bruno o'tirardi. Wolf qariyaning boshidan darcha ochib unga salom yo'llamoqchi bo'ladi, biroq xuddi uni otsa kino tugashini sezganday Bruno uni to'xtatadi. Yo'l yurgan chavandoz mahalliy erkaklar osilgan ustunlar yonidan o'tadi. Sal yurgach nemislarning ikkinchi otryadiga duch keladi. Ular bu yerda qariya nima qilayotganligiga qiziqib qolishadi. Yigitlar bari bilan millatchiligini qilib, qariyani mazax qilmoqchi bo'lishadi, biroq chuchvarani xom sanashgandi. Birinchisini pichoq bilan bo'g'izlagan Atami qolganlarni ham omon qoldiradiganga o'xshamasdi. Qariya zo'rlarni imkoni boricha qurolsiz yo'q qilishga urinadi, biroq bu siz iloji bo'lmaydi. Atami otishma ovozi dushmanning e'tiborini tortishini tushunadi. Shunday bo'ladi ham. Tankni ortiga qaytargan Bruno bir uyum jasadlarni ko'radi. Führer bu ishni shundayligicha qoldirmasligini tushungan ofitser jasadlar orasidan tilla bo'lagini topib oladi. Bu yaqin atrofda undan boshqa hech kim bu ishni qila olmasligini tushungan Bruno qariyani taqib qilishni boshlaydi. Ogohlantiruvchi o'q otilgach, Atami dushman nishonidan qochishni boshlaydi, biroq qochish vaqtida ot tasodifan minani bosib oladi. Shunda ham balo urmagan qariya o'rnidan turib, chochilib ketgan tillalarni yig'ishni boshlaydi. Bu vaqtda tuman ortidan nemis texnikalari sekin-asta paydo bo'ladi. Qariyaning oltin yig'ayotganligini tomosha qilayotgan Bruno Wolfga yana kinoni tugatib qo'ymaslikni buyuradi. Biroq ofitser nihoyat o't ochishga buyruq bergach, ayyor chol tosh bilan oralaridagi minani portlatadi va tutunli devor yaratib, dushmanning yomg'irday yog'ilayotgan o'qlardan